Toshkentda fuqarolarga noqonuniy uy-joy sotgan 59 ta kompaniyada ish to'xtatildi. Aniqlanishicha, pulni olganda jim bo'ling deyishdi. Menda 5000 yetishdi. Shu 30-40 kun ichida juda ham ko'p obunachilarimizdan shikoyatlar kelib tushdi. Nur Baraka qurilish firmasidan 10 marta sudlangan insonga qanaqasiga bu joyi bunga ajratgan. Нет ничего. 4 yil bo'ldi. 4 yildan burun biz sarson biz. Endi mana qaranglarda 2000 tadan oshiq aldanganda yana uy qamog'i. 11 milliard shimta. 11 milliarddan ortiq pul bergansizlar. internetda ko'raman, 3000 dollarga bloger o'tadi, 3000 dollarga uyli bo'lishingiz mumkin, 2000 dollarga uyli bo'lishingiz mumkin. Umuman unaqa iloji yo'q. Odamlar ishonmaydi. Hammasi yolg'on. Oxiri nima qiladi? Quruvchilar, firmani, oddiy quruvchilarning anaqasi bor-da, yechimi bor. Oxiri firmani bankrot qo'yadi. Men umuman ko'rib turibsizlar, shunchaki sarson, hamma misol uchun kimdirlar viloyatdan kelgan, kimdirlar ishini tashlab kelgan, kimdirlar bola chaqasi tashlab kelgan, hamma shu yoqda. Hatto mana Zo'r TVdan kelishni ko'rib turibsizlar. Shunaqangi kattalashib ketdiki, shahar hokimligiga chiqdik, tuman hokimligiga chiqdik, RUVD va hokazo. Lekin haligacha bizga hech kim yordam berolgan. Yana bir dom mojarosi. Bu safar 200 kishi aldandi. Toshkentning Olmazor tumanidagi Strong Cities turar joy majmuasi